Assalomu alaykum. Samarqandliklar bormi? Samarqandliklar. Xudo xolasa mana yakshanba kuni biza taksi blogerlari, ya'ni taksi nomer 001 Instagramda, taksini jinnisi Abduqodir Instagramda hamda men Samarqandga yo'l olamiz aka-ukalar. Samarqanddagi taksis va kuryer aka-ukalar bilan ko'rishgani, taksi blogerlari bilan ko'rishgani, xudo xolasa yakshanba kuni soat 12:00 da Registonda bo'lamiz. Sizlarni ham agar Samarqandda bo'lsanglar kutib qolamiz. Taksis aka-ukalar tanijoninglar sog' bo'lsin. Aytgancha kimda kim agarda kichik va katta biznesi bo'lsa, reklamasini ham urib kelaveramiz. Aktiv profil, 3 ta profil bor. Hamda YouTube'im bor. Bu 4-inchisi. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Aloqaga chiqaverasizlar. Aloqaga chiqish uchun Instagramda ham xuddi mana shu YouTube profilidagi taksi nijniy chortishka polvon, Telegramda ham xuddi shu, hamda YouTube'da ham xuddi shu. Joninglar sog' bo'lsin.